Endi o'zingiz nomingizdagi sim kartani xohlagan odamning nomiga mutlaqo tekinga o'tkazsa bo'ladi. Buni hozir men sizga tekinga o'rgatib qo'yaman. Videoga bo'lsa like bosib qo'yishni unutmang. Buning uchun telefonimizdan MyGo ilovasiga kirib olamiz. Qidiruvga telefon raqam deb yozamiz. Bu yerdan chiqqan birinchi bo'limga kiramiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Xizmat ko'rsatish narxlari bepul. Xizmat ko'rsatish muddati 1 kundan 5 kungacha va hech qanaqa hujjat talab qilinmaydi. Keyingisi o'zimizga kerak bo'ladigan telefon kompaniyasini tanlab olamiz. Uzmobile, Beeline, Ucell qaysi biri bo'lsa o'shani tanlaymiz. Va qaysi raqamni o'tkazib bermoqchi bo'lsangiz, o'shani shu yerga yozamiz. Keyingi bo'limda kimga nomeringizni o'tkazib bermoqchi bo'lsangiz, oila a'zolaringiz bo'lsa, oila a'zolaringizni yoki boshqa shaxsni tanlab turib, uni JSHR nomerini kirgizasiz. Bo'ldi. Keyingisini bosadigan bo'lsak, bizda ariza qabul qilindi. Keyingi bosqichda bo'lsa, qabul qiluvchi odam o'zini MyGo ilovasiga kirib, qabul qilib va Face ID dan o'tib, bemalol telefon nomeridan foydalansa bo'ladi. Agar sizga ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, yaqin do'stlaringizga ulashishni unutmang.